Bugun qanaqa video olamiz? Biror fikringiz bormi? Annyeong! Sizlar so'radingna, biz oldik degan video bilan biz Qirmizgulga kelamiz. Sizlarning yoningizdamiz. Bugun uy obzor videomizni tashqaridan boshlaymiz. Shuning uchun tashqariga go. Uyimizda tashqaridan ko'rinishi shunaqa. Hozir biz 18-etajda yashaymiz. Bu yerda yopishtirilgan bola uxlayapti degan etiketkalar. Uyga biror kishi kelib, qattiq taqillatib yubormasligi uchun bola uxlayapti degan stiker yopishtirib qo'yganmiz. Endi uyimizga kiramiz va bizni uyimizni ichkarisiga marhamat qiling. Kiraverish eshik tomonimiz mana bu. Bu kupangdan olgan narsani bu yoqqa yopishtirib qo'ydim. Chiroyli dekoratsiya bo'lsin deb, odamning kayfiyati ko'tarilishi uchun osib qo'yganman. Bu ikkita tarafda oyoq kiyim shkafimiz. Bu taraf oyoq kiyim. Mana ko'rib turganingizdek, oyoq kiyimlarimiz. Bu tarafda zo'nti qo'yadiganimiz va bozor xaltalarimiz bor. Bu tarafda shu ivir-zivirlarimiz turadi, instrumentlarimiz, itimiz ovqatlari shu ham qo'yib qo'yganman. Chunki skladimizda joyimiz yo'q. Kiraverishda o'ng qo'lda общий tualetimiz bor. Hozir shuni obzorni qilamiz. Bu yoqda общий tualet, mehmonlar kelganda xotirjam foydalanishlari uchun vanna, tualet, rakvina. Bu yoqda sochiqlar, bu mehmonlar uchun fen, tepada esa bumagalar. Joy yo'qligi uchun shu yoqqa terib qo'ydim. Bu yoqda shu zapaska narsalarimiz turadi. Zubni cho'tkalar, pastalar, sovun, shu ortiqcha narsalar turadi. Tugaganda olib ishlataveramiz. Va katta oynak, men sevgan oynak. Tashqaridan kiraverishdan chap qo'lda kichkina xona, ya'ni bu yeri biz mehmonxona sifatida foydalanyapmiz. Mehmonlar uchun oynak, kiyinib, yasanib o'zlariga qarab bemalol chiqib ketishlari uchun. Bu pilisos. Pilisosimiz ikkitalik. Bu oddiy pilisos, bu suvli pilisos, ham polartib, ham tozalab ketadi. Bu tarafda qizimning divanchalari. Keyinchalik bu xonani qizimga xona qilib bermoqchimiz. Bu yoqda mehmonlar uchun divan. Biz oldingi eski divanimizni tashlab yormay olib keldik. Mehmonlar uchun divan qilib qo'ydik. Bemalol yotib istirohat qilishlari uchun. Bu xonada ham o'zini alohida shkafi bor. Mana kichkina shkafcha. Mehmonlar kelsa, bemalol kiyimlarini ilib foydalanishi mumkin. Mehmonxonamiz obzori tugadi. Endi zalga o'tamiz. Mana bu yoqda ko'rib turganingizdek zal. Bu to'sib qo'yganmiz it kira olmasligi uchun va qizim ertaga emachalab ketganda tashqariga chiqib ketmasligi uchun. Bu yoqda svet, suv, keyin tashqarida eshik ochish uchun yoqda kimdir eshik taqillasa, eshik ochib qo'yishim yoki bu yerdan lift oldindan chaqirib qo'yib, keyin chiqsam bo'ladi. Yangi olgan pardalarim. Pardam haqida ozgina ma'lumot berib o'tib ketay. Pardani zalga sal quyosh kiradigandan, yotoqxonaga umuman quyosh kirmaydigan qalindan oldim. Yaxshi ham shunaqa olman. Uyim rangiga mos, rosa ochib turibdi uyi. Menga rosa yoqdi. Koreyada yashaydiganlar parda olmoqchi bo'lsa-yana, albatta bozorga borib, ko'rib tanlab olishingni tavsiya qilaman. Bu yoqda biz